Birden Россия партиясы boyunca onun yana saylanan sekreterler var. Onlar boyunca bizde ilgilenip bitirek gerek şulay. Eğer gün tertibine koyulan meseleler var bizim. Üyetin tertibine koyulan meseleler kapitalizmlarının. 15 Mart'tan kadar özlerinde yığılış ötkərib, rəsmat kitələr, xanlı dokumentlərini Örneğin yazı başlarına perfekse benden bizim Ankara'da formasından onun teşekkür onun kitap. Onlar kısa karnınıza katılıp kısa şu an koordinasyon sentyabrda sayılar bitirmiyorlar. Birden Rossiya Deputat Fraksiyası 2013 yıldan başlap o'z işin planlı ravishda olib borar. Men Deputat Fraksiyasi yetakchisi olarak 2018 yılın dekabrinden regional koordinasyon sovet a'zosi olarak 2019 yılın fevralinden ishlayman. Oqtamish municipal rayoni qarshida bir deputat fraksiyasi ham 26 deputat turkumi ishlab keladi. Deputat fraksiyasi sostavına rayon soveti deputatlarının Birden Rossiya partiyasi tarafından ko'rsatilgan bizning endi 50 deputat şunun 41'i Birden Rossiya partiyasi tarafından ko'rsatilgan bo'lib turadi. Deputat turkumlarında bizning mana kadar 209 deputatның 163'i şoşu Birden Rossiya partiyasi tarafından ko'rsatilgan bo'lib turadi. Bunda endi mening aytib bizning soylov okruglarına yana talepler koyuldu, o'zgarishlar kiritildi. Hem şuna belirli işte bizning bir Oqtanish bosh yerliginde 10 okrugdan, 7 okrugdan 10 aylandi. Oqquz, Boğadı, Sefer, Urazay yerliklerinde gerisince 10 okrugdan 7'şer okrugga qoldi. Hem şuna belirli işte bizning okruglar deputatlar 209'dan 200 bulaşak bo'lib turadi bu oldagi soylovlarda. Lekin mening mendagi deputatskilar shunga qaramasdan bizning 163 deputat mandati bo'lib turadi. Birden Rossiya partiyasidan ham bizning endi mana shu sondan chekinarga yo'naldi bizga respublika tarafidan qo'yilgan talab bo'lib turadi. Shunga ko'ra hurmatli avval boshliqlari siz endi yerliklerdagi deputatlar turkumi yetakchisi bo'lib turasiz. Mana shu o'zingizda bizning ularni yaqincha qarab chiqdik. Mana shu Birden Rossiya partiyasini sizning yerliklarga qo'yilgan sonni kimitmasangiz edi. Bu endi bek og'ir so'rovlar, yerli sovetga so'rovlar. Shunga ko'ra mana bunda endi sizning bir oqilli, gрамоталы işituvingizdan turadi. Yerli bo'likchalarda tug'an so'rovlar bo'yicha Bunda shilinma xizmatlari yığımı, partiyadan chiquvchilarni qarov yoki yangi shilinlar oluv so'rovlari kiragan ekan. Bayramlar o'tkazish uchun biz shulay politsiya tarafidan mana bu yig'ilgan shilinma xizmatlarining 50% bizga bo'laklar natijasida qaytariladi ekan.